Tushda qovurilgan go'sht ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushda qovurilgan go'sht o'z egasini va rizqining kengligini bildiradi. Pishirilgan go'sht ta'birida xom go'shtdan yaxshiroqdir. Kirmoniy aytadiki, qo'y go'shtidan qilingan taomni iste'mol qilayotgan bo'lsa, yeganiga muvofiq molni mashaqqat bilan topishini bildiradi. Mol go'shtidan qilingan taomni iste'mol qilayotgan bo'lsa, qo'rquv va xavfdan omon bo'lishini bildiradi. Agar qo'dichoqning go'shtidan iste'mol qilayotgan bo'lsa, ozgina mol topishini bildiradi. Ba'zi bir ta'birchilarning ta'kidlashlaricha, tushda qo'dichoqning pishgan go'shtni yeyish o'g'il tug'ilishini bildiradi. Jobir Mag'ribiy aytadiki, agar boshdan qilingan go'shtni iste'mol qilayotgan bo'lsa, bir ulug' odamdan yaxshilik topishini bildiradi. Agar tovuq go'shtini iste'mol qilayotganini ko'rsa, xotin uchun makruh hiyla bilan biror molni qo'lga kiritishiga dalildir. Agar baliq go'shtini iste'mol qilayotgan bo'lsa, safarga borishi, talabi ilm bilan biror ulug' kishining suhbatiga yetishini bildiradi. Agar tush ko'ruvchi yaxshi odam bo'lsa, yuqoridagi ta'bir yuz beradi. Bordiyu yomon odam bo'lsa, ranju g'am ko'rishini bildiradi. Agar baliq go'shti yangi bo'lsa, sho'rlikdan yaxshiroq bo'ladi. Katta baliq kichik baliqdan yaxshiroqdir. Tushdagi go'sht furush o'zgalarning rizqini farovon qiladigan kishidir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.